'Cause it's too cold. Salom berdik anime ixlosmandlari, sizlar bilan anime olamining eng sodiq va eng ashaddiy sharhlovchisi Levi. Bu kanalda siz eng so'nggi va eng qaynoq premyeralardan tortib, yuraklarni titratadigan eng eski va afsonaviy animelargacha ko'rishingiz mumkin albatta. Ana vaqti boy bermay videoga like bosib, kanalga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yingki, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta. Tayyormisiz? Uni ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Biz boshladik. Bugun bizda Maqbaralar qiroli yoki Tomb Raider keyingi ikkinchi qismi qisqacha sharh bo'ladi. Birinchi qism tugagan joydan boshlanadi. Har doimgidek Sejinho eski tanishlari bilan jang qilib turgandi ko'chada. Bezoralar bilan. Ha, albatta birinchi qism kanalda bor, o'tib like bosib qo'ying. Sejinho ularni boshlig'ini qilichini olib qo'yadi va bu endi o'zimga olib qo'yaman deya aytadi. Va shunga o'xshash gapda qilichini olib, uni mahoratidan foydalanib, raqiblarga yengil jarohat yetkazadi va ularni hushidan ketkazadi. O'ziga kelib qarashganda u yerda hech kim yo'q edi. Na qilich, na Jinho. Va boshlig'i egizak opasiga qo'ng'iroq qilib, bo'lgan voqealarni hammasini aytib beradi. Opasi qilichni qaytarib olib kelishini buyuradi. Bosh qahramon Sejinho g'alati haykalchani ham ulardan olib qo'ygandi. Ichida qandaydir idish bor edi. Sejinho bir narsa qilib ochadi va so'ng uni politsiyaga topshiradi. Sababi ichida yomon narsa bor ekan. Yosh chegarasi sababli bu narsani men ayta olmayman, animeni ko'rsangiz tushunib olasiz. Yomon narsalar bilan shug'ullanar ekan ular va politsiya ularni qo'lga oladi. Bezorilarni albatta va opa-ukani ham. Sejinho hatto yordam qilib ombordagi seyfni ham ochib beradi. Sejinho uyiga qaytayotganda politsiya yordam bergani uchun 100 ming yen berilgan edi. Uyga yetib borib qarasaki, uyidan asar ham qolmagandi. G'alati tepalik yoki piramidalar umuman nima ekanligini bilmadim. Harbiylar atrofni o'rab olishgandi. Ularni o'zi harbiy desa bo'ladimi? Buni ham bilmadim. Katta korporatsiya odamlar ham turgan edi. Sejinho esa ularni yashirincha kuzatadi. Ular kirish yo'lini hali topishmagan ekan. Buni ustiga hali tajribali maqbaraga kiruvchilar kelgani yo'q edi. Lekin Sejinhoning oldidan qizil yozuvlar paydo bo'ladi. Va zindon tilida yozilgandi. Uni o'qishni bilgan odam kirish joyini topardi. Baxtimizga Sejinho buni bilar ekan va yo'lni ochadi. Osmonga nur yog'ilib, portlash sodir bo'ladi. Odamlar buni ko'rib, nima ekanligini bilmaydi. Lekin tashkilot kuzatuvchilari ular buni ko'rib, eshik ochilyapti deya u yerga yugurishadi va keyin ichkariga kirib ketadi. Sejinho esa g'orning ichiga kirib ketgandi. Oldidan suv havzasi chiqadi. Suvga otib yuboradi. Suvdan ulkan ilon chiqadi. Yaxshi, lekin bunda bilsa bo'lar ekan, nariga birinchi qismni bilolmagandim. Ular suvdan chiqib kimdir narsasini tushirib qo'yibdi deya og'zidagi ikkita boltani ko'rsatadi. Bu bilsangiz, eski xalq ertaklaridagi o'tinchi tasodifan boltani suvga tushirib yuboradi va sehrgar chiqib boltani ko'rsatadi. Oltindan va kumushdan. Lekin ular meniki emas deya aytadi o'tinchi. Sehrgar o'zini boltasini ham qo'shib 3 ta boltani unga topshiradi halolligi sifatida. Shunga o'xshaydi. Sejinho bular meniki emas deb aytadi. Keyin ilon o'zinikini ham bermoqchi bo'ladi. Shu joyda Sejinho qilichni olib ishlatib ko'rsa maylimi deb so'raydi va ilonni yaralaydi. Ilon aldamoqchi ekan. Topshiriqdan o'tgan odamlarni barini o'ldirar ekan. Kelajakda Sejinho buni bilgan ekan, gazetadan o'qib qolgandi. Havoda zarba beradi Sejinho. Ilonni boshiga qilichni sanchib qo'yadi. Ilonni o'zini bo'ysundirish orqali yo'q qilmoqchi bo'ladi. Ilon qarshilik ko'rsatadi va tipirchilaydi. Baribir yutqizadi. Ilon tanasidagi tangachalar to'kilishni boshlaydi. O'zi esa suvga aylanib ketadi va qadimiy artefakt, ya'ni ikkita bolta, biri oltin,
bir kumushni ham oladi. Shu joyda korporatsiya odamlari ham yetib keladi. Tejoxo yashirinib oladi va u yerdan ketadi. Artefaktlar yo'q edi, shu sababli zindon yo'q bo'lishni boshlaydi. Korporatsiya a'zolari ham u yerdan ketadi. Sejinxo bezorilardan yordam so'raydi. Boshida kurashdi-ku, mashq qismi boshida. To'g'rirog'i buyruq beradi. Amerikadagi auksionda Las Vegasdagi auksionning ro'yxati va ma'lumotlari kerak edi. Tanishlari bo'lsa, kirib menga xabar berdi va pul berishini ham aytadi. Bu ularni qo'rqitib qo'yadi. Majbur bo'lganda ular rozi bo'ladi. Ertasi kuni zindon paydo bo'ladigan joyga borib tayyor bo'lib turadi. Birinchilardan bo'lib. Kechagi zindonga kirgan inson ham shu yerda edi, ya'ni korporatsiya odamlari ham. U ham birinchilardan bo'lib olib ketishga tayyor turgandi. Buni ustiga bir-biriga urilib ketadi. Sejinxo unda artefakt borligini bilib o'g'irlab oladi va oldirib qo'ygan inson buni bilgani ham yo'q edi. Shu paytda zindon paydo bo'lishni boshlaydi va zilzila boshlanadi. Oldirib qo'ygan inson telefonda gaplashib turgandi va bilib oladiki, kechagi zindonni tunab ketgan yigit sani yoningda deya aytadi va atrofga qaraydi va kimligini bilmasdi. Shunda Sejinxo ekanligini bilib qoladi. To'g'ri ismini bilmaydi, lekin rost yuzini ko'rgidi-yu. Va shu joyda anime o'z nihoyasiga yetadi. Xulosa qilib aytsam, bu qism uchun 8.4 ball beraman. Balki Sejinxo ham o'zining tashkilotini ochar keyinchalik. Sujet o'rtacha, yomon ham emas, yaxshi ham emas. Videoga like bosib, kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia.